Tog'ay-Murod. Uning asl ism-sharifi Tog'ay-Murod Megnorov bo'lib, Tog'ay-Murod adabiy taxallusida. U 1948-yilda Surxondaryo viloyati Denov tumanining Xo'jazod qishlog'ida dunyoga kelgan. O'rta maktabni 1966-yilda tugatib, Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida tahsil olgan. 1994-yil yozuvchi Abdulla Qodiriy nomidagi respublika mukofoti sovrindori bo'lgan. 1999-yil unga O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni topshirilgan. Tog'ay-Murod Respublika radiosida muharrir, O'zbekiston jismoniy tarbiyachisi gazetasida tarjimon, Fan va turmush jurnalida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. Ilk qissasi Yulduzlar mangu yonadi orqali kitobxonlar orasida yetuk, o'ziga xos yozuvchi sifatida tanilgan. Tog'ay-Murodning har bir yangi asari respublikaning adabiy hayotida muhim voqeaga aylanadi. Ot kishnagan oqshom, Oydinda yurgan odamlar va Momoyer qo'shig'i. Oydinda yurgan odamlar qissasi uchun Oybek nomidagi mukofotga sazovor bo'lgan. 1993-yil Yoshlik jurnalida Otamdan qolgan dalalar romani chop etilgan. Tog'ay-Murod Jek Londonning hikoyalarini va dramasini, Seton Tomsonning mashhur Yovvoyi yo'rg'a kitobini o'zbek tiliga tarjima qilgan. 2001-yil Tog'ay-Murodning ikkinchi romani Bu dunyoda hatto o'lim yo'q nashrdan chiqadi. Tog'ay-Murodning Ot kishnagan tun qissasining qahramoni oddiygina cho'pon yigiti Ziyadulla ham shunday xislatlarga ega bo'lgan. Tog'ay-Murod 2003-yil 27-mayda Toshkent shahrida vafot etgan.